Bunaqasini oldin aniq yeb ko'rmagansiz. Qish uchun ajoyib salat tayyorlashni o'rganamiz. Birinchi bo'lib ishimizni karomni videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rashdan boshlaymiz. To'g'ralgan karomlar ustidan tuz sepib, ozgina muddatga olib qo'yamiz. Ketidan bulg'or qalampirlarni ham to'g'rab olamiz. Xuddi shu usulda piyoz, bodring, pomidorni ham to'g'rab olamiz. Endi navbat chesnok hamda qalampirga. Ketidan barra ko'katlarni videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'raymiz. Barchasini katta idishga solamiz. Ustidan tuz, shakar, 150 ml olma sirkasi hamda 200 ml o'simlik yog'i solamiz. Yaxshilab aralashtirib, ustini yopib 2 soatga qoldiramiz. Aytgancha har 15 daqiqada aralashtirib turish esingizdan chiqmasin. 2 soatda so'klari chiqib tayyor holatga keladi. Sterillangan bankalarga solib chiqamiz. Buni ko'rinishini o'ziyoq ishtahani ochib yoradi. 1 soat davomida qaynatamiz. Yopishdan oldin 1 choy qoshiq sirka sog'oramiz. Video yoqqan bo'lsa like bosing, tanishlaringizga yuborib qo'ying.